Bir bemor hozir aytib qoldi. Revmatizmi yo'q-da, lekin unga jigarini, buyragini zararlab, bitsilin 2 yil davomida olishga назначение qilgan. Bu to'g'rimi? Noto'g'ri. Qachon bitsilin назначение qilinadi? Qachon revmatizm kasalligi haqiqatan tasdiqlansa. Shunchaki havo yomonligi uchun qo'l yoki bo'g'imlarimda og'riq bo'lyapti deb turib bitsilin olish noto'g'ri. Remaproba analiz topshirganda ko'pchilikda 80-90% holatda S reaktivniy belok положительный chiqadi, ya'ni musbat chiqadi. Bitta analiz yoki o'sha remaprobada 3 ta analiz tahlili ko'riladi. Remaproba analizining ichini o'zida 3 ta bo'ladi. O'shani agar bittasi yo ikkitasi musbat bo'ladigan yoki normadan baland bo'ladigan bo'lsa, bu bitsilin olishga ko'rsatma degani emas. Qachonki uchalasi ham normadan baland bo'lsa yoki musbat bo'ladigan bo'lsa, ana unday holatda olish kerak. Lekin ozgina ko'tarilgan yoki bo'lmasam bo'g'imlarim havo bulut bo'lganda oyoqlarim og'riydi degan shikoyatga bitsilin olib bo'lmaydi. Yana uzoq muddatga olgan. Buni bilasizlarmi qanaqa zarar tomoni bor? Antibiotik birinchi navbatda ichaklaringizni tamom qilib tashlaydi. Ikkinchi navbatda jigarni shunaqa yomon qiladi. Jigarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir bor antibiotikni. Yana bir olganda uzoq vaqt olishadi ular. Uchinchi navbatda buyraklarni ham buzadi. Shu sababdan azizlar, birinchi navbatda to'g'ri tashxis qo'yib olish kerak. To'g'ri tashxis har qanday a'zoda, u yurakdami, jigardan, buyrakdami, to'g'ri tashxis juda muhim hisoblanadi. Hattoki rivojlangan davlatlar, Yevropada, Xitoyga, qayerga bormay, birinchi navbatda sizni davolash uchun 80% diagnostikaga vaqtini va umrini sarflaydi. 80% diagnostika. Ana undan keyin tekshiruv natijasiga qarab turib davolash olib boriladi. Bu eng to'g'ri va eng xavfsiz hisoblanadi. Agar sizda hamma joyingiz yaxshi bo'lsa, faqatgina profilaktik ko'riklar yoki bo'lmasam profilaktika maqsadida giyohlar ichishingiz mumkin. Hech qanaqa dori kerak emas. Profilaktik amallarni qilsangiz bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Hozir joyida mana videoni olib ketay dedim, bemorimizni eho o'zi qilishimiz kerak edi. Shu turishim bilan shu joyida olay dedim, xalqimizga foydali bo'lishi uchun. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Shunchaki bo'lar bo'lmasga dorilarni olmang. Tashxisni tasdiqlatib, agar u haqiqatan sizga kerak bo'lsa, undan keyin oling. Salomat bo'linglar.